Assalomu alaykum barchaga. Attestatsiyaga tushishi mumkin bo'lgan geometrik misollarni yechimini ko'rib chiqamiz. Bu 8-masala shaxsan o'zimga ham tushgan. Chiroyli masalalardan xo'p yechimini ko'rib chiqamiz. AD 16 ga teng, DC 12 ga teng bo'lsa deyapti. S BFGA sariq yuza, S KLDM, ya'ni ko'k yuzaning eng katta qiymatini toping degan. Bilamizki, eng katta va eng kichik yuza yoki hajmlarda hosil olib ishlaymiz. Hozir bu to'g'ri to'g'richak bo'lganligi uchun ikkalasi teng bo'ladi. Sariq yuza bilan ko'k yuza. Xo'p, KL kesma tizimini kattalashtiraylik. LS kesmani qandaydir A desam, SDM 12 ga teng edi-ku, LDM 12 minus A bo'ladi. Xuddi shunday MD kesmani B desam, KLM B ga teng, KMM 12 minus A ga teng, ADM 16 minus A ga teng. Mana bu burchakni alfa desam, mana bu burchagim alfa. Chunki KL bilan A da parallel. Ikkalasi ham to'g'ri to'rtburchak bo'lganligi uchun-da. Shu uchburchakda tangens, bu uchburchakning tangens desak ham bo'ladi yoki uchburchakning o'xshashligi, farqi yo'q. Bitta narsa ma'nosi. Tangens alfasi K sil uchburchakda A taqsim B teng bo'ladi. Mana bu A degan ekanman, B bo'ladi bu. 12 minus A taqsim 16 minus B. Proporsiya qilamiz. 16A minus AB teng 12B minus AB. Bundan ko'rinadiki 4A teng 3B. Mana bu yuzani A desam, A yuzim nimaga teng? B ko'paytirilgan 12 minus A ga teng. Demak, A dan hoslab 0 ga tenglashim kerak. O'zi A imni topsam, B ko'paytirilgan 12 minus A. B ni joyiga 4A taqsim 3 ni qo'yaman. A im teng bo'ladi. Xo'p, 16A minus 4A kvadrat taqsim 3. Hoslab 0 ga tenglayman. 16 minus 8A taqsim 3 teng 0 bo'ladi. 8A taqsim 3 16 ga teng. Bundan A 6 ga teng. B nechiga teng bo'ladi? Bu qiymatni bu joyga yozib qo'yamiz. A 6 ga teng bo'lsa, B 8 ga teng. Ana endi yuzani topib qo'ysak bo'ladi. Biz sariq yuzamiz ham A ga teng edi. 2 ni so'rayapti. Mana bu joydan A ni qiymatini topsam, 8 ko'paytirilgan 6 48 bo'ladi. 2 ayim nechiga teng bo'ladi? 96 ga. Shu ko'rinishda ishlasak bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.